Bugun biz magnit maydonining sirli va jozibali dunyosiga chuqur shongiymiz va uning atrofimizdagi butun dunyoga qanday kuchli ta'sir qilishini batafsil o'rganib chiqamiz. Magnit maydoni bu magnitlar atrofida doimo hosil bo'ladigan ko'rinmas kuch maydoni bo'lib, u boshqa magnit jismlarga doimiy va kuchli ta'sir ko'rsatadi, ularni tortish yoki itarish orqali. Doimiy magnitlar shimoliy va janubiy qutblarga ega bo'lib, ular bir-biriga yaqinlashganda tortadi yoki uzoqlashganda itaradi. Xuddi Yerning oz magnit maydoni borligi va shunga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgani kabi. Temir kukunlari yordamida magnit maydonining kuch chiziqlarini juda aniq va ravshan ko'rishimiz mumkin. Bu kukun zarralari chiziqlar bo'ylab yigilib, maydonning shaklini vizual tarzda aniq namoyish etadi. Magnit maydonlari kundalik hayotimizda juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, kompaslarda yo'nalishni ko'rsatishda, elektr motorlarda harakat hosil qilishda va hatto tibbiy asbob-uskunalarda, masalan, murda qo'llaniladi. Shunday qilib, magnit maydonlari nafaqat qiziqarli fizik hodisa, balki zamonaviy texnologiyalarimizning ajralmas qismi bo'lib, hayotimizda katta ahamiyatga ega.